2018-yilda Gavayida odamlarga eng qo'rqinchli tovush yuborildi. U tovush shunaqa chiyqirgan. U xabarda yader hujumi deb yozilgan. Odamlar har qayoqqa yugurgan, nima qilishni bilmaydi va 37 minutdan so'ng yolg'on xabar degan yozuv kelgan. Brat, atmay qo'ying, bilmasdan knopkani bosib oldim. Lekin bu nima edi? Rostdan ham qanaqadir stajyor bilmasdan yolg'on xabar jo'natib yuborganmi? Are you sure this was an accident? Yes, I know the individual. This was an accident. But why did he hit yes twice? That's being talked about and being investigated. Yoki-da bu harbiy mashg'ulot. Yaqinda shuni bilishdiki, Mark Zuckerberg so'nggi 10 yil davomida Gavayida katta yer maydonini sotib olgan. Va hozir u zamonaviy davrdagi eng qimmat shaxsiy loyihasini qurmoqda. Bilasizlarmi, u nima quryapti? Bunker. O'z oilasi uchun 270 million dollar. Zuckerberg boshpana quryapti, nimadandir qo'rqayotgandir. Agar yana 15 ta milliarder hozir xuddi shunday ish qilyapti desamchi. Barack Obama dunyoda ortda qoldirgan filmni suratga olgan, ko'rdinglarmi? U ham odamlar bunkerga muhtoj bo'lishi haqida. Hatto ba'zilari bu zombi apokalipsisga mos deb yozishgan. Mark Zuckerberg dunyodagi eng kuchli odamlardan biri. Shuning uchun ham u nimani biladi degan savol tug'iladi. Ehtimol hammasi juda oddiy. Uning boyligi 224 milliard dollar. 270 million esa foizda biz uchun chip sotib olishdan ekan. Go'yoki 50 ming maoshdan 60 so'm. Balkim u nimanidir bilmaydi, shunchaki xohlaydi va qurmoqda. Hozirgi zamonda xohlagan odam o'zini uyini tagiga bunker qaziydi. Hattoki men buni TikTokda ham ko'rdim. Xulosa qilib aytganda, men aksincha tinchlantirmoqchiman. Hech qanday zombi apokalipsisi bo'lmaydi. Bizga faqat vampirlar keladi.